Yurtimizda bitta adolatsiz tizim bor, bilasizmi? Oddiy o'qituvchi bir oy ishlab 4 million, 5 million oylik oladi, lekin daromad solig'i, ijtimoiy soliqlar bilan jami 600 ming, 800 mingga yaqin soliq to'laydi. Lekin bir kun to'yga chiqib 10 ming, 15 ming topadigan mashshoqlar bir yillik litsenziya olib 1,5 millionga yaqin soliq to'laydi. Yana xalq xizmatidamiz deb pullik xizmatlarni minnat qilishadi. Yana vaynerlar bor. Ularning bitta reklamasi 4 ming, 5 ming dollar. Lekin ular shunchaki yatita ochib 1 millionga ham yetmaydigan soliq to'lashadi. Hamma o'ziga yarasha soliq to'lash kerak emasmi? Yo'q, bu ko'rolmaslikdan emas. Hozirgi holatda o'sha vaynerlar, otachilar ustozlardan ko'ra 10 barobar yaxshi yashayapti. Tabiiyki, farzandlarimizning kelajakdagi orzusi ham qanaqadir otachi bo'lish yoki vaynchi bo'lishga aylanib boryapti. Bu ketishda biz hech qachon buyuk davlat bo'la olmaymiz. Chunki ustozlar bu jamiyatning poydevori, kelajakni bunyod qiladigan yagona kasb egasi. Adolat esa kim bu jamiyatga ko'proq foyda keltirayotgan bo'lsa, munosib yashash kerak. Munosib yaxshi yashash kerak. Otachilar yoki mashshoqlar emas, aynan ustozlarning qadri balandroq bo'lishi kerak. Bu haqda sizning fikringiz qanaqa?